Man ko'p terapiya o'tkazganimda aynan shu borasida juda chuqurda bu terapiyada inson o'sha bolalikdagi embrion holatini his qilganda, embrion holatda shakllanganda u tashqi olam xavf deb o'ylaydi. Kengayishga ruxsat bermaydi o'ziga va bu hujayra darajasida unda yozilgan bo'ladi bu informatsiya. Ya'ni ruhiy tug'ilish haqida gapiryapman bu yerda. Inson biologik tug'iladi, lekin uni ruhi haliyam atrofga bog'langan. Ya'ni bu bog'lanish bu nima? Man qilolmayman, man uddalay olmayman, manda yo'q, manda kam, manda yo'q, manda e'tibor yo'q, manda vaqt yo'q, manda kuch yo'q, manda energiya yo'qda, resurslarning manda yo'q deyishi o'sha vaqtga olib boradiki, man uchun hayot xavfli, man o'zim namoyon qilolmayman, man tashqariga olib chiqolmayman, man insonlardan qo'rqaman, qo'rquv yuqori bo'ladi, mani qanday qarshi olisharkin, ikkilanish, mani mana tan olinmagan bo'lsa, agar u qiz bola ayol sifatida mani qabul qilisharmikin, mani qanday qabul qilishadi, o'zini tan olmagan bo'lsa ham mani erim qanday qabul qiladi, qaynona qaynotam qanday qabul qiladi, biror davraga borayotgan bo'lsa meni qanday qabul qilishadi, agar u o'zini qabul qilib olmagan bo'lsa o'zi ichkaridagi savollari. Mana shu savollar uni o'zini kuchini ochishiga yo'l qo'ymaydi, ya'ni o'sha o'zidagi bor ongini yo'qdan borga o'tish uchun birinchi o'rinda man tavsiya qilaman o'sha chuqur embrion nimasi bilan ishlashni, genetik darajada terapiyada ishlashni. Hozir bitta so'z bilan aytib berolmayman. Menda eng ko'p hozirgi kunda ishlayotganim ayollar kelyapti. Jonliga ham kuni chiqqanimda va boshqa bo'lganda ham man uyda turmush o'rtog'im bor, o'g'illarim voyaga yetgan, lekin man xohlamayapman ularni kredit olishini, qarzga kirib qolishlarini yoki turmush o'rtog'imdagi ishlari rivojlana olmayapti va man charchadim. Ularni yukini yelkamga ko'tarib harakatlanishdan va man charchadim. Man o'z ayolligimga qaytmoqchiman. Ularga o'z kuchini, potensialini bermoqchiman. Man endi o'zim ongim ko'rgandek aytyapman. To'g'ri, ular bunaqa savollar bilan endi yechimi bilan kelishmaydi-yu. Prosta dod deb kelgan jarayonlarda endi mana shu holatlari, ya'ni qarz va kreditlarni rad etgan holatda man o'g'illarimni ham, turmush o'rtog'imni ham ichki kuchini ko'rmaslik oqibatida o'zim yugurib ketyapman hammasiga. Va man bundan charchadim. Ko'pchiliklaring javobi. Man o'qimagan kursim qolmadi, bormagan psixologim qolmadi, lekin jarayonda yana ham man o'zimni his qila olmayapman. Ko'p berilayotgan savollar. O'zimni his qila olmayapman, yechim topa olmayapman. Yechim nimada? Va mana shu oqibatda man bir narsani aytaman, agar siz o'zingizni his qilmasangiz, biling siz o'zingizda emassiz. Siz hali atrofga yetarli bo'lish uchun chopayapsiz. Atrofga qoniqarli bo'lish uchun chopayapsiz. Boshqalarga yoqish uchun chopayapsizki, o'zingizni unutyapsiz. O'zingizda emassiz. Tana bo'yicha qanday terapiyalar o'tkazish mumkin? Energiya terapiyalarini. O'sha yoshligidan keladi-ku, masalan, aybdorlik, qo'rquv, shulardan chiqish bo'yicha. Man o'zim ko'p qo'llaydiganim tana bo'yicha tez yurib aytaman terapiyalarimni o'zimda. Yana mijozlarimda beradiganlarim terapiyani ko'proq aytish. Terapiya bersak bo'ladimi birorta mavzuda? Beraylik birorta mavzuda. Aynan mana shu aybdorlik bo'yicha berib ketaylik, ayollardagi aybdorlik bo'yicha. Aybdorlikdan chiqish bo'yicha. Aybdorlik mavzusida sizga hozir terapiya beramiz. Avvalambor sabablarini ochib ketamiz. Aybdorlik sabablari: agar sizda abort bor bo'lsa, farzand yo'qotish, farzandingiz tushib qolgan bo'lsa, agar siz sababli yoki sizdan pastki liniyada farzandlar yo'qotgan bo'lsa, onada yoki yuqori liniyada onada farzand yo'qotgan bo'lsa, iyerarxiyada onani bachadonida va o'sha oilaning immunitetida sizda o'sha aybdorlik hissi shakllanadi. Va yana ham boshqa sabablari: siz oilada o'g'il kutilgan bo'lsangiz, qiz farzand tug'ilgan bo'lsangiz, bu ayollikda aynan aybdorlikni shakllantiradi. Va yana bitta sababi: siz ko'p onaga achingan bo'lsangiz, man onaga yordam bera olmayapman, man onamga yetarli foyda keltira olmayapman-da o'sha oilaga, bu ham aybdorlikni shakllantiradi. 4 sababini sanadim va qaysi sizda mavjud bo'lsa, hozir berayotgan terapiyamizdan foydalanasiz o'zingizda.
beramiz sizga terapiyani. Ha, man tan olaman, aybdorman. Ha, man tan olaman, man o'zimni bolamni yo'qotganda gunohkor his qildim. Ha, man tan olaman, bolamni yo'qotganda man o'zimni qotil his qilganligimni. Ha, man tan olaman, bolamni yo'qotilishida butun olamga qarshi turib bu mani ishim deganligimni va man haligacha o'zimni ayblayapman. Ha, man tan olaman, qiz farzand tug'ilganim uchun o'zimni ayblashimni. Agar o'g'il farzand bo'lganimda edi, otamga yordam berardim, onamga yordam berardim, hayotim boshqacha bo'lardi deb, yo Allohim, men senga isyonda yashayotganligimni ha, man tan olaman. Ha, man tan olaman, yo'qotilingan farzandlar o'rnida ota, ona, sizlarni o'rningizga u farzandlaringiz yashab turib, man o'lsam yaxshi edi deb, man o'zimni o'zim har kuni, har lahzada o'ldirib yashayapman. Ha, man tan olaman, bu aybdorlik hissi mani ichimda bor, mani qalbimda bor. Ha, man tan olaman, onajon, otajon, sizni hayotingizni o'zgartira olmayapman. Sizga foydali bo'la olmayapman, sizga yetarli bo'la olmayapman, pul bilan ta'minlay olmayapman, sayohatlarga yubora olmayapman va mana shu his orqali men o'zimni har kuni, har lahzada ayblayapman. Ha, man buni tan olaman, mani ichimda bu aybdorlik hislari bor. Va man bu hislarimni bugun tan olaman, man aybdorman. Man rad etishdan, bu hislar yukidan, bu hislar og'rig'idan ruhim, mani tanam, mani jismim charchadi. Bugun man butun vujudimni, ruhimni, qalbimni, tanamni bu og'riqlardan, bu og'irlik hislaridan ozod qilaman. Barchasini qo'yib yuboraman. Man tayyorman yechimga. Man tayyorman oqimga. Yo Allohim, man barcha hislar orqali, aybdorlik orqali sening sevgi oqimingni, sening ishonch oqimingni, man o'z hayotimni qabul qilmaganligimni his qilyapman. Man buni ko'ryapman. Man buni eshityapman. Man o'zimni rad etganimni tan olaman. Man o'zimdan voz kechganimni tan olaman. Man o'zimdan yuz o'girganligimni tan olaman va buni qabul qilaman. Man bugun o'zimga qaytaman. O'zimdagi ichki kuchimga qaytaman. Man o'zimdagi ichki boyligimga ulanaman. O'z ruhimga qaytaman. Va man bugun o'zimga o'sha kerakli bo'lgan keraklilikni berishga tayyorman. Sen aybdor emassan, sen gunohkor emassan. Asl o'zligim, asl men, ichki o'zligim mani eshit. Senga mumkin edi o'z hayotingda yashash. Senga mumkin edi ayblamaslik. Senga mumkin edi erkin bo'lish, erkin fikrlash va o'z hayotingda yashash. Senga mumkin edi. Men senga bugun ruxsat beraman. Mani eshit, ongim. Men senga ruxsat eshiklarini ochdim. Sen aybdor va gunohkor emassan. Mani qalbim, men senga ruxsat eshiklarini ochdim. Sen ojiz, aybdor va gunohkor emassan. Mani jismim, butun vujudim. Men senga ruxsat eshiklarini ochaman. Butun hujayramgacha ilohiy sevgi nuri, Allohning iymon nuri, ishonch nuri, qat'iyat, jur'at hislari kelsin. Va buni men eshityapman, his qilyapman, ko'ryapman. Va men bunga tayyorman. Barchasi uchun minnatdorman, roziman. Yo Allohim, o'zingga shukr, hamdlarim bo'lsin. Mana shu ilohiy nuringga ulanganim uchun, shu kungacha men nurdan qaytganimda ham sen meni tark etmaganing uchun, men barchasini anglab yetdim, tushundim. Rahmat. Hozir va shu yerda yashash uchun bizni garmoniya kursimizni o'qish kerak. Negaki, hozir va shu yerda yashash o'zi oddiy emas-da, bilasiz, uni ruhiy darajada ishlash kerak. Ruhiy holati bilan, uni jismoniy holati bilan ishlash kerak, undagi travmalar bilan, undagi qarshiliklari bilan ishlash kerak va eng uchinchi etapi qalbga ulanish kerak. O'zi kechasi qalbga ulanib, kechasi bilan yozib yotibsiz-ku, ulandim. O'shandek uchinchi etapi qalbga, bugungi kunga ulanib olish kerak. Bugungi kunga qaytish uchun mana shu etaplarni qilish kerak. Ham ruhiy holatda ishlasangizda tanangiz qolib ketsa, tana bilan harakat bo'lmasa, ham tana bilan harakat qilaversangiz, lekin ruhiy holatingizga bir qiyo boqib qarab ham qo'ymasangiz, u nima bo'lib yotibdi, uni ichki qanday nimalari bor, xohishlari bor, u inson ba'zan ichidagi hissiyotiga qarshi yashaydi-da. Turmush o'rtog'i yoqmayapti, lekin o'sha turmush o'rtog'iga qarshi majburan o'zini majburlab yashaydi. Bu majburlab yashash inson o'zini bostirish.
u o'zidagi kuchini bostirish, avval ichkari bilan kelishib olish kerak. Bu nimaga yoqmayapti? Bu sani qaysi xarakteringni yoki ko'rsatib beryapti? Bu nimaga sanga nisbatan bunaqa munosabatda bo'lyapti va sen qachon o'zingga shunday munosabatda bo'lding? O'zingni eshitmading, o'zing tan olmading, o'zingni ko'rmading va aynan mana shu inson o'ziga kelib olgandagina turmush o'rtog'i unga hamohang bo'ladi deb o'ylayman. Bu meni fikrim.